Ahamiyat bersanglar, shunaqa videolar juda ham ko'paygan. Ko'p patsientlar kelib, menga ham mana shu tochkalarimga qo'ysangiz, mana shunaqa o'zgarish bo'ladimi yuzimda? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Har bitta organizm bu individualniy. Bu degani bu yerda ko'rsatilgandagi sizga qilinsa, sizda umuman boshqa natija bo'lishi bu 100%. O'shaning uchun ham har video ko'rganinglarda mana shunaqa ekan, mashtimga qo'yib ukol qildirsam, o'sha ko'rganimdek, значит, menda ham mana shunaqa bo'ladi. Yo'q, absolyutno unaqa bo'lmaydi. Chunki har bitta organizmda mishsa hammada har xil darajada joylashgan. Bu degani kimdirda sal shiroki, kimdirda узкий, bu anatomический skladda, nima deydi, kimdirda gluboko joylashadi, kimdirda поверхностно. Естественно, hammada mishsa har xil tonusga tushadi. Siz buni to'g'ri dozirovkada va mishsani tutib olgan holatda to'g'ri qilib tochkalarni qo'yib qilinsa, yaxshi natijaga erishasiz.